aziz bilib meni beqib o'stirgan ona mushaqqatga bo'lib qalqan bana shodlik ata qilgan baxt tilab orzu qilgan ota Ülge bulup erişimde medet berip yanlarımda Durayı körsetken atanam Ülge bulup erişimde medet berip yanlarımda Durayı körsetken atanam Çekrenden Adakadım bükmesin Malay mengü senin izinden Ana gülke üzülmesin Gülüp turgan Nurluk çekrenden Adakadım bükmesin Malay izinden Adakadım bükmesin Bana Vay kelin. Ha, qani yaxshimisiz kelin. Mushagilam kelin. Mushagilam o'tirma. O'tir. Bir choy quydi, ya. Qani. Choy ichamiz. Biraz Nim tamoq yeysizki? Lag'man. Bu hozirlan tayyorda, ama lag'man deb birni. Siz tordan chiqaga umid shu-ku. Shu bola shukan, tordan nam chiqaga umid degan bola shukan. Shukan. 微信收款20元。Vay, yaxshimisiz balam? Men Nadiraning opasi. Ha, yaxshimi? Yaxshi balam. Nadira ishqinglarning ajrashib ketishiga nima ishlar sabab bo'ldi balam? Zod sababi nima? Nadira nima xatolik o'tkazib qo'ydi? Nadira demadimi? Menchi bu ishni qilishning hojati yo'qmi-ki? Nadira boshqa gap qilmadi balam. Lekin sizlar to'y qilibli bundaq tez ajrashib ketishinglarni biz o'ylamabdi ekanmiz. Bu ikki odam to'y qilgandan keyin ancha-muncha urushib qoldigan, gap talashib qoldigan ishlar degan bo'lib turdi. Bir sizlarga azroq yo'l qo'yib, azroq eg'ir besiq bo'lsanglar bo'ladi balam. Zodi nima sabab bo'ldi? Menga rost gapni qiling-a. Unda qolsa men udlam davray. Amaliyotda Nadira ishkimiz ko'p faqatlanmas kelmaymiz. Uni uyga opasam, opamga erkalashni bilmaydi ekan. Oshxonaga kirib, qochilarni yuvib yuriydi. Menchi u ko'proq narsani o'rganib, o'qish tarixini yuqori ko'tarsin. Bakomiz ayollarga salobitni yezildirsin bo'ladi. Hay. Deb kelsam, uning yetersizliklari yanlamchiq. Yetersizliklari jiq deb qo'ying. Sizning yetersizligingiz yo'qmi? Tek to'y qilishdan burun uyga kirib, qochig'il saldim-dan. Uyda qochib baqqan bola emas-da u. Hammadamning-chu %100 bo'lmaydi. Sizning yetersizligingiz bor. Siz opangizning atvorlik bolasi, Nadira mening atvorlik bolam, yurak param. Meningcha qarang. Nadira sizga mos kelmaydi ekan emas. Siz Nadiraga mos kelmaydi ekansiz. Men Nadirani sizga yotlik qilganimga endi pushaymon qildim.
Mayra? Aka keldingmi? Ha. Nadirachi? Qachyapti? Keldingmi, apa? Apa keldingmi? Nimsh qatjiysan? Buningdek kimchi? Sen qatjima. Uqdingmi? Opamga nima bo'ldi? Qachyapti, nimanda qaqshab ketdi? Bilmayman bugun. Opam boshqacha turdi-ku. Voy. Ayshangul. Qanday yaxshimi? Salomat uy berib, adog'lar chiqib qoldimi? Valla chiqishamay Nadira qizim ajrashib ketdi. Şununla ben edimgerçilikle qaytırı ötey degendim. Maqul. Maqul, rahmet demişse, ha? Maqul. Bey, qalbi nur, yaxshimi? Büyük salomat berib oldinglarmi? Gap qilsam-ku. Nima uchun qolsanda? Opamni tomoq yeyishga rayi yo'q deb ozroq bo'lsin bu narsadan og'ish keldi. Opamchu? Opam yotoqxonada degan noz telefonga ajrashdik. Nadirachu? Yotoqxonada? Bizden sevgilim ağaç geldik. Yemeğim var, ilişkim var. Qara Nadira. Sen yaxshi ko'rganlarsan hammalar keldi. Mana? Ha, mana. Ha, mana qo'yar. Ana sen de yaxshi ko'rdingmi meni? Ha? Qara, sen amroq nima keldi? Acımca sen amrak çalmayıp ağaç gelip azrak neyse? Mana keldi. Ha, lan. Ana shunda ochiq pek payz o'xshabdi. Qara. Nima? Shunda payzoni. Nima ishlayapsan? Fukam, ko'nglingni yerim qilma. Opam tezli yaxshi kutdi. Shu, opam akam ishkalaning ishida ko'nikmi qildi Nadira? Bana qara, men ajrashdim. Akamga qara, akam ajrashdi. Akam tek uyini yo'qotib qo'ydi. Sen faqat vaqtida o'zingni xato yo'lga minishdan to'sding. Bu hech qanday ish emas. Shu, bu ish qancha emas Hey Fukam. bo'ldi qilinglar. Sizlar tasallini shundoq beramsizlar? Aka, acha, aslida Asqarning oshnasi bor ekan. Nima? Sen uni oshnasi ekan demakchimi? Adam bo'lmaydigan. U qiz uning xizmatdoshi ekan. Xizmatchi? Asqar, "Ma bizning ishimiz tugadi" dedi.
Lekin men qarsam hech ularning ishi tugagandek emas. Yana kelib u qiz xil chiroyli qizgan. Ochig'im keladigan-e? Asqar meni yaxshi ko'rib men bilan to'y qilmabdi. Opsi u qizga qaraganda meni oq ko'ngil, dud, ahmaq deb uning shunday tarbiya qilg'achqa, shuning u men bilan to'y qilibdi ekan. Nima? Ben onu paçkı çıkartmadan basam. Bo'ldi, aka, o'zinglarni besilinglar. Aca, bunda vaqt qanda özümüzü basalaymiz. Men ömrümde en üç gördüğünüm teşik qarab qalgan er kishi. Şu üçümüz birleşip onu etmini verelim. Ben onu paçkı çıkartma. Bo'ldi, aka, o'tira nadiki. Yo'q gapni qilmay. Aka, acha, bo'ldi, bu ish ham o'tib ketdi. Hozir eng pushaymon qildig'inim ayni vaqtda toza keltirib, uni bir dastak solsam bo'pti-ku. Lekin men o'ylash bo'ldim. Bundan keyin butun diqqatim bilan cho'qib tirishib xizmat qilaman. Doğru Afgan. Biz seni kollayımız. Arzuyun çıkıp emelge şu Afgan. He? Ansirmay ishlaringni qilavergin. Biz mangu seni o'yiningda. Cho'qqim seni qo'llaymiz. Shundaq o acha. Qara kichik bolda gap qilib ketganimda. Voy, bir oylik ishlar tursa, har qitma shu. Bak bizler hani akıllık boğunu bile micazi adam sal bize akıp koydu. Bo'ldi, chiqishni o'ylashmaylik. Hammalar o'zligida yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Chiqishdan o'ylanmaymiz. Biz amroq narsalarni hammadan keldik. O'ylanma, hammalar yaxshi bo'lib ketadi. Buna hem sen yaxşı görülgen eslem abi. Ala Afgan. Bu yerim keçi bo'lganda nima ish qilyapsizlar? Nadira qizim meva salat qamraqdi. Menimcha Nadira yaxshi qildi. Nayt yaxshi bir taraf qildi. Hayot deganda har vaqt ishlar ko'ngildagidek bo'lavermaydi. Bizning bolalarimiz-mi nachar bolalardan emas. Shu talik qosh kelib qoldi. Bolalar hamni o'z cho'ng bo'ladi. Bosh kelganda batu debdiki. Shunday emasmi? Oshxona bilan o'xshashga. Qo'sqingiz atsa, cho'kam deng. Hey. Hop bo'ldi. Seni bir o'tib yolg'iz tushundim. Ang yaxshidan yolg'iz qirib o'lib qoldim. Nadirada yushirib oshmoyni kerak bo'ldingmi? Ang yaxshidan bosh qurib shu tochqancha ketib qolmay. Qanday qizib ketdi bu? Chetda qo'sqimga. Ağlasam sıralarını ne üşürün? Baş bir kız vardı iş başlatıp yürüten bu. Yakamda şu. Şuna basma. Bakka ben düşündüreyim. Bunda iş yok. Bakka ben düşündüreyim. Bakalım. Hem de ablu hem de. Bol yakarım bol. Siz seni paçkı çıkırttım.
Bunu git yıkat tutuyor. Bakın akam, bakın. Gözümden yok al. Marka yarastığı çektim başına bir yarası etti. Daha çıkıyordun araydı baba. Kanına madem durup geçiyor. bu? Ne maşınan bu? Qaysi qildi buni? Yem ag'a mashina tursa bu. Voy, nima bu? Akira, siz idoramizga yangi keldingiz. Muhabbet yo'qda taqa? Yo'q. Mana bizning Nur to'xta tayyor emasmi? Sizning yo'qda? Voy, ya, men tayyorman. Mana diye mashq 100 pulam nima? Bo'ldi, yo'q bo'lmaydi. Sizga birini deb beram tuqya. Aslida uning yanında bo'lmagan vaqtlarimda u shundoq ichilib kuladi ekanda. Sizning muhabbatingiz yo'qda? Yo'q, yo'q. Yo'q. Tanım yok var. Yok. Rana? Yenge, ahvolingizni yaxshi turyapmisiz? yaxshi o'zingizchi? Nima yaxshi? Bugun bana davolashga kelganmidingiz? Yulduzni u Qaysar davolashga kirib ketdi. Sizga nima bo'ldi? O'tirib barangizmi? Uychi yaxshi do'fkan. Qaysar ishimizning ishi-ku, opamga cho'qinbek eg'ir keldi. Shu edi. Bizning uydagi bolalar cho'nglarni xotirjam qilmaydigan o'xshaydi. Bu akam ishkanlar degan nima emas-chimi edi? Siz xato tushunib qolmang. Bolalar engak taqishib qolganda-ku Qaysar ishimizni yaxshi qilmadik. Bu amaliyot tursa. Sizning uchun maktabdagi ishlaringiz aldirashma. Taxyan siz darsdan tushib, bolalarni aql barsiz. Bu ilgirashliqlarga ko'nib ketdim. Ba'zida tomoq yegidek vaqtim chiqmay qoldi. Hatto hojatxonaga kirishni unutilib qolaman. Rana. Boshlaringiz sanglab ketibdi ukan. Ko'zlaringiz yosh yo'qay turdi. Bir ish oldimi? Sizdan bir savol so'rab baqsam bo'lamdi edi. Sadman deydigan bir gap bor deb o'ylagandim. Da. Siz akam bilan nima sababdan ajrashib ketdingiz? Acaba akamning iyilik tiklashda mag'lub bo'lganligi uchunmi? Sizga nima deb tushuntirsam bo'lar ana? Qaysarning iyilik tiklab mag'lub bo'lgani bizning ajrashishimizning eng oxirgi sababi bo'lib qoldi. Qaysar bek yaxshi bola. Men to'ydan burun uning yaxshiligini bilatdim. Lekin to'ydan keyingi turmush o'xshash bo'lmaydi ekan, qarang. U desa boshqalarga pul berib turib yordam qiladi. Biz uningga ehtiyojli bo'lgan vaqtimiz uni hechdan topolmaymiz. Ajrashishimizning sababini deb kelsam bek murakkab. Hammasi cho'yilda to'xtamaydigan ushaq ishlar, arzimas ishlar. Lekin bir yaxshi yerchi qarang. Mush ajrashib ketgandan keyin qarshi tarafdan og'rinmaydi ekanmiz. Rana. Ha? Ajab buni so'rab qoldingiz uka. Bunda qilib so'rab qo'ydim edi. O'zingizning xizmatlaringiz aldirashmi? Yaqindan beri kecha kunduz ishlayapmiz. Turmushingiz ko'ngillikdi. Bo'ldi. Xizmatni deb o'zingizni oldirib qo'ymang, ha? Ma'qul edi. Yaqindan beri sizmi jahshapay chekyapsiz. Yaqay.
Kiring. Aldın kiliş koymağımda kesel kösesem bulam da. Voy! Coşkun! Sen! Aka. Sen kaçan geldin? Aka. Ha? Keyifkam otur. Ama çay pay ne kötün lan? Tamam reisler. Rahmet eşkine. Gel ben koyayım. Bol bizim bu şey. Seni koydurup. Ya sen kelgendikin apamı dep koysan olmam diye. Hiç bulmayancak mağın dep koysan gerekti o. Sen şunu apam senden keşke ensirepli жүрдүкен de. Hey, Beijing'de neymiş kapkan mı da? Ben size apamda özlemden kaçırış için şunu sırkı çıkıp okugan. Apam köyünü bana telefon kılıp menin neymiş katqım nәгі bağınımdan tatып bana kırış oluptu. Hem qaqşaydı. Eğer apam menin qayt kelgen bilip qalsa, mendek erkin yaşap ögün qalgan adam yeni çekilimi uçursam çoxum içim sıkılып bilip qalım. Ben bu şuna oylagan, lekin işkerde bir ömür yaşaştım toğru görmedim. Ayrım öyle arayıp dursam o yanında öz aldığımda özlemden öyle tuğandak olmaydı da. Hem bu yandan koyuşum anç temlikmemez ki. Lekin ben qaytib kelgan tunç güne dostlarım bilan koyuşup vah nega yaxshi. Albatta yaxshi da bu yanın go'shtida. Alafka mah. Albatta. Alafka mala. Sen de nima qilay deysan? Xizmat qilman. Xizmat deb qoldim. Hem to'xtamni sizib oldim. Nan topdim, o'sha yaqin atrofdagi doktorxonadami ya? Sinov doktorxona oldim. Bizning doktorxonada? Ha. Bundan keyin sen, ben, yengem üçümüz bilishlaymiz. Ya bizga deb qo'ymaydi udulva. Voy, siz-a. Ben yengemni cho'qini o'sishim. Aras, yengem yaxshi turayotganda, burunqidan jiq o'zib ketmaganda. O'zgarmaganda. Ya o'zgarganda, balki men o'zgargandimmi? Hadi, yine. Anıldınızmı? Hoşnumuzun küçük kızı acırışıp gitipti. Şu emasmi? Ajrashish degan irsiyat bo'lmasa ya, bu bolalarning hammasi nemish ajrashib ketadigan-da. Faqat qamlashmabdi bu ishlar. Şu kayni ajrashqanmi bormi? Qarang. Hey, bizning bu gaplarimiz bek eshib ketdimi, qanday? Şu ameliyat tursa, bundaq to'y qilganning hammasi ajrashmasa ya, yana kelib to'y kunisi ajrashibdi danga. Hey, To'y kuni kimning g'aybatini qilyapsizlar? Mehrgulning kichik qiziningmi? Siz texi bilmedingizmi? Bilaman. Hey, ularni qudus emasmi? O nemishqa bunchalar sho'rpeshanidu? Yaxshi o'g'aning nima foydasi? Balları vafodor bo'lmasa, uning ustiga ajabmajiq to'g'iyverib ekan, kaynlab. Voy, nima degan ichinishli ish bu? U cho'qib bir qattiq azoblanib ketyapti. La. Voy apa? Voy Rana, men idarangning ishigining oldiga kelib qolgandim balam. Pastga tushib bir paranglashayli. Ma'qul apa, hozir tushing. Apa, aldırmayrak içkin. Ko'nglim bek yerim.
Yen nima ish bo'ldi, apa? İşler barbara yaxshi bo'lyapti-ku. Nada yaxshi bo'ladi? Unda adamdan ayrılıp ketgan-ku. Yaxshi. İdeyamdan o'tmaydigini, nimishqa bunda baxtsizliklar mening bolarimning ambishi keldi. Men hech qachon ortiq talab qilmagan, tish aman, xotirjam, oddiy bo'lsin, xushal-xuram turmush o'tkazsanglar bo'ladi-ku. Men ortiq talab qilibman-ma? Yo'q, apa. Mening bolarimning beshiq bunda baxtsizliklar kelgandan hamish mening ham beshim kelsa olmamdi. Ba'zida shundoq o'ylab ketaman. Mening tarbiyamdan chatoq chiqdimi? Ya dadang ikkimiz ulgu bo'lamidikmi ya? Undaq ish yo'q, apa. Nima gaplarni qilib yuradi ekansan? Sen bilmaysan, bolam. Yelili texi xulim qo'shinlar kaynimdan shundoq sat g'ayvatlarni qilganini anglab qoldim. Men bir sayohatga chiqib kiraymi deyman. Undaq bo'lsa men sen bilan birga boray, apa. Sen borsang bo'lmaydi. Sen borsang jur'at qanday qildi? Endi mening ümidim sendil qoldi, Rana. Sen yaxshi uy tutqin. Amaliyotda yaxshi uy tutishmi tez emas. Ayol kishi degan chaqqonroq bo'lsa, o'zining erini hurmat qilsa, kan qo'soq bo'lsa, o'zaro tushunish bo'lsa, turmush degan yaxshi uy tutdi. Endi sendan chatoq chiqmasin. Uqdingmi? Senin turmuşundan çatak çıkıdığın iş olsa, endi ben ölüp olalım. Papa. Onda iş olmazsa? Yok, apa. Vay, ishdan tushdingizmi? Men hozir mashina to'xtatish maydonida. Hozir uyga qaytmoqchi. Amsi uyga ketmay turing. Biz ikkimiz doim ko'rishadigan qahvaxonada ko'rishaylik. Bo'ldi. Men hozir boray, ha? Dana, asıl bugun sizningki qahva ishqingiz kelib ekanda, ha? Balduroq degan bo'lsangiz, men uydilam damlab bermamdim deymiz sizga. Ha, bo'pti. Bu yer kamigil uzun bo'pti-ku. Hozir men bir stakan qaynoq suv kelib o'ting, ha?
Ben bugün kahve içmey. Keşke kahve içip olsam fakat uykum gelmeydi de karar. Hey, bugün bizim doktorxonam kim kelibdi bilamsiz? Gideylik.